Barchalaringga assalomu alaykum deb qolaman. Kanalim a'zolari, hurmatli musofirda yurgan aziz vatandoshlar, Moskvada yurgan aziz vatandoshlar, kecha kuni video qo'ygandim. Xudo rahmatli Qobiljonda vahshiylarcha o'ldirib ketishganini gapirib chiqqandim. Ko'pchilik yaxshi fikrlar yozishdi. Bir kunda minglabga yaqin kommentariyalar yozishdi. Buni Qobiljonda onasini oldida yurgan opaxonlar, yaqinlari ko'rib, menga o'zlari SMS yozishdi. Qobiljonda onasi hozir ahvoli jinday yomonroq, shunga yetkazdik. O'zbekistonliklar, shu musofirda yurgan o'zbeklar sizga ta'ziya bildirib, kommentariyalarda yaxshi fikrlar yozibdi deb o'zlari yozib chiqdi. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Endi hech kimni boshiga solmasin bu kulfatni, bu sinovni. Onaxonga sabr toqat bersin. Ko'pchilik tushunmabdi. Endi videoni qo'ysak, bu YouTube kanaliga qulflanadi, blok bo'ladi. Shunga Moskvada Odinsovo bir oblastda bir maktabda 9-sinf rus bolasi, 9-sinf 4-sinf tojik millatiga bo'lgan bolani vahshiylarcha o'ldirgan. O'zi buni maqsadi bir boshqa millatli bo'lgan o'qituvchisi bilan chap chiqishib qolgan. Shuni o'ldirish niyatida bo'lgan. U o'sha kuni maktabga kelmagan. Bundan keyin o'ziga qasd qilib shu Qobiljonni umriga zomin bo'lgan. Ilohim Qobiljonni joylari jannatdan bo'lsin yana bir bor. Bugun juma, xudo xolasa yaxshi kun. Oxirati obod bo'lsin. Ko'pchilik negativlar senga nima, u boshqa millat bo'lsa ishingni qilmaysanmi, sen O'zbekistonda emassan, nima qilasan deb chiqqan yozuv yozibdi. Men birinchidan Moskvadaman, ikkinchidan bitta Moskvada tojik, qirg'iz, o'zbek millat ketmaydi. Bitta hamma musofir, migrant deyiladi. Shu sendaqalar birlikda ajratmachilik shunaqa qilasan, keyin birlashmaydi. Bo'pti, sen indamasang, men indamasam, boshqasi indamasa, hech bo'lmasa video qilib chiqib qarshi chiqmasak bu narsalarga kim qarshi chiqadi bitta musofirda? Kim qarshi chiqadi? Aytchi menga. Asal o'zingda haq-huquqingda, o'zingda ha bor ekan, bular ham gapirar ekan bitta. Shunga ham yaqiniga, onaga hech bo'lmasa ko'ngil so'rab, ha shuncha odam befarq bo'lmabdi deb sal maneti supra qo'ysa bo'ladi. Endi indamay videoni tomosha qilib o'tkazib yuborsang ham bo'laveradi. Meni yuragim dosh bermadi xullas. Ko'rdim o'sha 16-kuni. O'zimga kelganim yo'q. Hali o'zimga kelganim yo'q. Shu miyani tepasi qizib og'rib, o'zimga kelganim yo'q. Ilohim jannatlarda ko'rishlik nasib qilsin. Shahidlar qatorida bo'lsin ilohim. Endi bunday o'ylab qarasang, shu negativlarga-da, negativ masalalarga emas, negativlarga. Yaqin qo'shni, o'z yaqining o'tib qolsa, yaqin qo'shning yoki o'tirib oling, yaqin qo'shning hol-ahvol so'rab chiqmasa, masalan 3-4 ta neradagi qo'shning hol-ahvol so'rab chiqmasa, achchig'ing keladimi? Hech bo'lmasa ko'nglingiz yomon bo'lmasin deb chiqdi deb achchig'ing keladimi, chiqmaymi? Kelmaymi? Bunday o'ylagin negativlar. Bitta hamma musofir deyiladi. Qozoq, tojik, o'zbek musofir deyiladi, migrant deyiladi. Nima qilsa ham indamay yuraversang, bitta bular deydi, indamaydigan deb haddidan oshadi. Shuning uchun hech bo'lmasa kuchimiz bilan, qo'limiz bilan qaytarilmasak, hech bo'lmasa video qilib chiqsak, ha bular ham sal mana o'rislarning o'zi afsuslanyapti. O'rislarning o'zi shu oddiy xalqi video qilib chiqyapti. Yana bitta ikkitasi yozib, endi ehson yig'asan senlar Qobiljonga. Hey, eshak, garang. Maktabda o'qituvchilari o'zi 50 ming, 100 ming, 60 ming qilib ancha pul yig'ib berdi. Davlatning o'zi hisoblarni ko'tardi. Olib borib
qabrlariga qo'yildi, joylari jannatdan bo'lsin. Men yerda karta haqida ham, ehson haqida ham gapirganim yo'q. 4 minutlik videoda. Yerda faqat gapirilyapti, ko'ngil so'rab, ahvol so'rab gapirilyapti. Sen shuni sal fahmlagin. Bugun Xudo xolasa juma ekan, inshaalloh hammalaringdan so'rab qolaman. Ertalabda video qilyapman, kimgadir, abitdan keyin kimgadir juma o'qilyapti. Shu jumaga borib istig'for aytib shu Qobiljonning xotirasiga bag'ishlab qo'yishlaringni tilab qolaman. Hamma qism kimki ko'rsa kommentariyaga aka bag'ishlab qo'ydim deb yozib qo'yinglar, iltimos. Joylari jannatdan bo'lsa yana bir bor. Men hozir Moskvadaman. Hozir ko'rsataman. Mana do'stlar, qorlar erib, havolar iliq bo'lib qoldi. Bugun 19-dekabr. Hafta kuniga juma. Endi shunaqa gaplar. Musofirda yurganlar o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Allohga omonatsizlar. Hushyor bo'lib, qayerda bo'lsa ham Allohga omonatsizlar. Sizlardan iltimos shu, bugun juma ayyomi kuni Qobiljonning haqqiga istig'for etib duo qilib qo'yinglar. Allohim joylari jannatdan bo'lsin. Qobiljonni menga qo'shnilari yozishi bo'yicha onasi bechora bir necha yil oldin otasini qabrga qo'ygan ekan. Endi baqa Rossiyaga ishlagani kelib, Xudo rahmat qilsin. Qobiljonim bu yorug' olam tark etdi. Onasiga sabr bersin, matonatli bo'lsin. Ko'rdilaring bu videoni? Hali hanuz qaltiroq ketmayapti. Ona eshitdi o'z nimasini. O'g'lini o'tganini. Mana shu maktab bo'lsa, mana masjiddan eshitib o'zi larzaga bo'ldi. Endi ular fond beramiz, pul beramiz, mana kiraverishiga, maktabga kiraverishiga haykal qo'yamiz Qobiljonga deyapti. Endi tillodan haykal qo'ysa ham, milliard bersa ham baribir endi Qobiljon yo'q. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin. Joyi jannatdan qilsin. Musofirda yurgan jami odamlarni Alloh asrasin o'z panohida. Nima niyatlari bo'lsa niyatiga yetsin. Kimdir to'y qilaman deb kelgan musofirda, kimdir qiz chiqaraman deb kelgan, kimdir chiroyli uylar, mashina olaman deb kelgan. Hammalarini Alloh niyatiga yetkazsin. Bitta kirmasin musofirlarga. Shu videoni bir qilib qo'yay dedim. Kun ko'pchilik u o'ldirgan iplosti nima bo'ldi dedi. Ha, endi o'ldirgan iplosti oddiy bu qotillik deb tushunib 1 yil 11 oy muddat beribdi. Ilohim so'rab qo'yinglar shuni ham. Shu turmani o'zida yo'g'ib, chirib o'lib ketsin. Shu 1 oy 1 yil 11 oyga ham bormasin. Yana bir bor hammalaringizdan rahmat. Alloh rozi bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.